Navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Qaysi firma? Necha pul aka? 100 million? Firmani nomi nima? Hujjatlar yozib. Bo'ldi hamma nimalar hujjatlar. Ko'rib chiqishyapti, topshirishni ko'rib chiqamiz deyishdi. Ko'rib chiqamiz. Bo'ldi, yaxshi, nazorat qilamiz. Yana nima masala? İşçi oyunu yaratasiz, ha? İşçi oyunu. Uyda joy bor, uyda nima sabab qilib bo'ldi. Shukr akasi. Shunday. İsmim Shukrullo. Aha. Surat qo'yaman. Shu qurilish boshladim, shunga imtiyozli kredit bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Firmangiz bormi? Firma yo'q. Firma bo'lsa, 312-bizning qaror bor, o'sha imtiyozli. 100 milliongacha sug'urta polis asosida beriladi. Endi agar yo'q, imkoniyatiniz bo'lmaydigan bo'lsa, 50 millionlik 17 millionliklarimiz bor. 25%. 50 millionga ham bo'laveradi. Shunga amal yordam bersalar ham olib. Kandidatsiz yozib. Mazza? Shularga yozildi. Kerakli hujjatlarni berasiz, masalasini yechamiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum. Ismim Isroiljon, familiyam Rahim. Menga 2 rapors kerak edi. İşleyesizmi? Tamam. Tam ta'lim bo'lmaydi ishlaydi. Taqinchilikda. Ikki jo'natsam, cho'ndiga chiqyapti. Ha? So'zlarga ko'ramiz. Onlarni nima qilib sizga javobini aytamiz. Assalomu alaykum. Men Chinodan Murod Qosimjon. Murod Qosimjon. Mana shu masalada qanaqa kredit olmoqsiz? Maqsad nima o'zi? endi erfonchilik qilgan. Tadbirkorligingiz yo'q. Yo'q, tadbirkorlik. Siz ham o'sha foydalanib hujjatlar berganingiz yo'qmi? yo'q. Bo'ldi, ko'rib chiqamiz. Yo'q, hujjatlar bo'lgan aytadi, shuni bersangiz ko'rib chiqamiz.